Uy sharoitida chips tayyorlash bunday oson va mazali bo'lishini bilganimda avvalroq tayyorlab ko'rgan bo'lardim. Qarsillashiga gap bo'lishi mumkin emas. Mazasi bo'lsa ko'chanikidan million marta mazaliroq. Demak, tayyorlashni boshlaymiz. Uyingizda qishga deb olib qo'ygan kartoshkalarning ichidan katta-kattasini topfalasizlar. Postidan ajratib yuvib olamiz va agar nasatkali bo'lsa nasatkada yoki bo'lmasa manga o'xshab oddiygina pichoqda yubqa qilib kesib olasiz. O'ta darajada yubqa qilib kesilgan kartoshkalarimizni muz solingan suvimizga solamiz. Ustidan esa yarimta limonning suvini siqamiz. Buni nega siqamiz bilmadim-ku, videoda shunaqa ko'rsatilgan. Taxminan 15 daqiqadan so'ng sochig'imiz ustiga barcha kartoshkalarimizni terib, suvidan xalos qilamiz, ya'ni quritib olamiz. Bu arada qozonimizga ko'pgina yog'imizni qo'yib, qizdirib olamiz. O'rta olovda kartoshkalarimizni xuddi shu ko'rinishda bitta-bittadan solib qovurib olamiz. Qancha ko'p qizarib chiqsa, shuncha ko'p qarsildoq bo'lar ekan. Tayyor chipslarimizni qog'oz salfetka solingan idishimizga ko'tarib olamiz. Tayyor chipslarimiz ustiga tuz, paprika, xohishga ko'ra xohlagan ziravorlaringizdan sepasizlar va yaxshilab aralashtirib, idishlarga solib bolalaringizga taqdim qilasizlar va siz dunyodagi eng zo'r ona bo'lasiz. Yaxshi ona bo'lish yaxshi-yu, ammo yaxshi kelin bo'lishni ham unutmanglar. Chips pishiraman deb qozonimni shunaqa sarg'aytirib yubordim. Yaqindagina 30% chegirmada Fox Marketdan xarid qilgan sredstvalarimizni sepib, qozonimni ham, gazimni ham top-tozagina qilib artib oldim. Uy bekasini uyida shunaqa chaqqongina vositalar bo'lsa, har doim hamma joyingiz yaltirab turadi va siz eng yaxshi kelin va eng zo'r ona bo'lasiz. Videoga like bosib, chipsni tayyorlab ko'rish esdan chiqmasin.